Ko'pchilik o'ylaydiki, xususiy maktabga berdim, bo'ldi. Sehrgar sifatida men bolam zo'r bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu joyda kompleks yondashuv bor. Bu joyda maktab, ota-ona va muhit, jamiyat masalasi bor. Maktab 1000 zo'r bo'lsin, mana bu ikkalasi zo'r bo'lmasa foydasi yo'q. Maktab ota-ona zo'r bo'lsin, muhit zo'r bo'lmasa foydasi yo'q. Va teskarisi ham. Bu 3 v 1 bo'lish kerak edi. Va tarbiya bu oiladan. Eng katta muammoni aytaymi? Bilmadim, ekranda bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Ba'zi bir bolalarning tarbiyasida, maqsadsizligida, umuman hayotdan orqada qolayotganligida oilani o'rni, oilani aybi nihoyatda katta. Tarbiyasiz, sho'xlik qilgan, muammoli bolani izlab ota-onasi chuqur ichiga kiradigan bo'lsangiz, meni kechirishsin, ota-onani o'zim tarbiyalash kerak boshdan. Format qilib olib, miyani boshqatdan programma yozish kerak. O'zida bo'lmagan odam bolasiga nimani beradi?